Agar senga mabodo odamlar aytadigan bo'lsa, misol uchun, eshshaysan deyishsa, sen ishonasanmi? Допустим, qara, men aytyapman. Eshshaymisan sen? Sen o'zing tushunib turibsan bile odamligingni. Aynan yoniga borasan, bundoq qarab, bilad, men gapiryapman-ku bilad. Meni bilad, aqlim bor, fikrlayapman bilad. Sen men odamman bilad. Jindan qo'y hammalaringiz siktirib olinglar. Men odamman naqo'y deysan, to'g'rimi? Xuddi shunaqa bilad, hayotda ham bilad. Biznes ochmoqchi bo'lsang, Instagramda blog yurg'izmoqchi bo'lsang, po'qi bilad. Odamlar senga aytsa, bilad, nima qilganing bu? Senda ishtim o'xshamaydi. Ko'tingga tiqasan, chichasan, hammasini bilad. Sharmanda bo'lasan, kulgiga qolasan, deysa bilad. Nimaga sen ular gapini eshityapsan bilad? Nimaga ularning fikriga ahamiyat beryapsan bilad? Ba'da bilan eshakligingni tan olmaganingdan keyin ularning ham fikriga nahv qo'yib qo'ygan. Ularning ham fikrini eshitmagin. Harakat qilgan bilad, как будто ikkinchi hayot berilmaydi. Po fakti bilan ikkinchi hayot itak berilmaydi. Shuning uchun bilad. Boshla. Qachon agar bugundan boshlamasang, kim agar sen bo'lmasang.